$9300 o'rnashtirib berganmiz. $9300 maşallah. $9300. 280 tadan oshiqroq blok chiqarishyapti. Oyiga qancha daromad topyapti endi shunda? Yo'q deganda 30 million, bo'lmasa undan oshiqroq pul topadi-da shu оборудование. Bemalol 4 oyda o'zini оборудование o'zini oqlaydi. 9300 ga kelib tushib, hamma ustanovkalari bilan birga qo'yganmiz. $9300 ga navbatdagi obyektimiz bu o'zimizning hovlimizda joylashgan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom. Aka, mana Qo'qon shahri Furqat tumaniga ikkita оборудование o'rnatib beribsiz. Qanchaga tushdi? Yaqinda o'rnashtirdik, borib obzorini qilamiz xudo xolasa. Ikkoviga ham bir xil оборудование o'rnashtirganmiz. $9300 dan o'rnashtirib berganmiz. $9300 maşallah. $9300 dan. Hozirgi kunda o'sha оборудование bilan borib gaplashdik. 280 tadan oshiqroq blok chiqarishyapti endi. Ikki marta quyishib. Oyiga qancha daromad topyapti endi shunda? 280 tadan bir kunda qo'yganda, bir kunda o'ldim deganda 1.400.000 so'm qoladi. 4-5 kun dam olishsa, boshqalar yo'q deganda 30 million, bo'lmasa undan oshiqroq pul topadi-da shu оборудование. 3 oyda, 3 oy, 4 oyda o'zini qoplaydi o'sha. Bemalol 4 oyda mana shu nimada sotilib tursa, tempda sotilib tursa, bemalol 4 oyda o'zini оборудование o'zini oqlaydi. 4 oyda mana shu 9.5. O'zimizdan qiyos bo'ladigan bo'lsa, mana o'zingiz bilasiz, hozirgi kundagi ob'yomimiz 1100 taga chiqqan. Buni kuniga 1100 ta Ob'yomni ko'rsatamiz hozir. Ob'yom 1100 taga chiqqan, mana bloklarimiz chiqib turibdi. Hozir mana sotib vadilga sotilyapti. Bu degani bir kunda masalan 5 million, 5,5 milliondan oshiq. Ishlasa bo'ladi, harakat qilsa ishlasa bo'ladi-da. Talab kuchli bo'lyapti gazobloklarga. Talab biz kutgandan ham kuchli. Mana shu taklanganlar hammasi sotilganlar. Biz O'zbekiston hozir shunga o'tib ketdi, gazoblok ishlab chiqarishga, gazoblokdan yuk ko'tarishga. Odamlar keyin sekin-sekin buni tushunib borishyapti. Afzallik tomonlarini bilishdi. O'shani hisobiga hozir o'tib ketdi o'sha bunga. Shu bilan birgalikda polistrol ham yaxshi ketyapti-da. Mana o'zi polistrol tarafimiz bo'sh tugadi. Bo'shadi. Endi yaqinda yana boshlaymiz ishlab chiqarishda. Hozir ozgina seriodan muammo bo'lib turadi, shuning uchun. Polistrol mana issiqlikni zo'r ushlaydi. Gazoblok ham xuddi shunday, ham baquvvat, mustahkam, bemalol yuk ko'tarsa bo'ladi. Ko'p klientlar hozirgacha сомневаться qilishyapti, что gazoblokdan, polistrolblokdan yuk ko'tarib bo'lmaydi. Siz yaqinda chiqaramiz buni ham. O'zim uy qilyapman. Polistrolblokdan muammo yo'q. Uy ham balandligi masalan normal qilyapmiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Naborot issiq bo'ladi polistrolblok. Odamlar o'sha yumshoq deydi-da buni. Yo'q, aslida unaqa emas. Ustalar ham urib ko'rishib bilishdi. Aka bu zo'r ekan deyishdi. To'g'risi polistrolblok. Endi afzallik tomoni, ikkovi baquvvatligi bir xil aslida, afzallik tomoni u issiqroq bo'ladi-da. Shuning uchun o'zimga ham shu polistrolni tanlagan. Bo'ladi, unda borib obzor qilamiz, ko'ramiz, xudo xolasa tomoshabinlarimizga. Mana bugun biz navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimiz joylashgan joyi Furqat rayoni Begavot qishlog'idan bo'lyapti. Mana bugun yaqinda, xullas mana shu yerga bir haftacha bo'ldi, menimcha bir hafta bo'ldi. Mana shu оборудованияларni ustanovka qilganmiz. Bu оборудованиямizning tarkibida bitta avtomat reskasi, 12 ta qolip, mishalka, bachoklari, xullas hamma o'sha kerakli narsalari bor. Bu оборудованиямizning narxi 9300 ga kelib tushib, hamma ustanovkalari bilan birga qo'yganmiz. Mana hozir Ortiq akamni sexiga kelganmiz, yaqinda o'rnashtirgandik. Bir haftacha bo'ldi ishni boshlaganlaringga, to'g'rimi? Qanaqa muammolarga uchradik? Mana shu bir hafta ichida hali sizlar yangisizlar. Qalay ish beryapti, o'zini qanday ko'rsatyapti оборудованиялар? Ustanovkalarimiz yaxshi aka, qulayliklari yaxshi. Mana kuyib chiqaryapmiz gazobloklarimizni. Chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Klientlarimizga ma'qul kelsa olib ketyapti. Mana kuyib qo'yganmiz, ma'qul kelgani kelib olib ketaveradi. Bitta smenada qancha hozircha quyyapsizlar? Bitta smenada 2 marta to'ldirib quyilyapti mana aka. Hozir kuyib qo'ydik, hali bitta quyamiz yana. Kesib olib tashlab. Shuni ishlayapmiz aka. 200 qancha chiqyapti shunda? 284
88 ta 88 ta. chiqyapti. 288 ta 12 ta qolipimizni 12 ta qolipni 2 marta quyyapsizlar. quyiladi, 2 marta quyiladi bir kunda. Nispet qilyapsizlar. Xudo xolasa uspet qilib Hmm. yilga xizmat qilish nimasida ochganmiz. Mana shu ishxonani yurtimizga foydasi tegadigan ishxona bo'ldi. Mana sekin-sekin olib boraveramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelajakda to'xtab qolmaymiz. Yo'q, to'xtash yo'q endi. Shuncha pul sarflab qurildi, axir to'xtatdim. Aha. Keyin mana o'zlaring ortog'ali ustidan chiqqan ko'pchilik ustidan chiqqan mana shu garbushkalarini tashlab yuborishadi. Masalan, o'zimda ham shunaqa. Chunki menda hali fizически vaqt yetmayapti. Sizlar bunga yangilik qilibsizlar, o'shani bitta borib ko'rsatsalar. Bo'ldi aka, yuring, ko'rsatamiz. Mana buni apparatni oldik aka. Nech pulga tushdi bu apparat agar sir bo'lmasa? 2,5 million so'mga 2,5 olib million so'mga oldilar. Beshariq qishlog'ida Ha. ishlab chiqaryapti ekan. Mana shunaqangi press g'ish qilib ishlab chiqaryapsizlar. Yengilligi yaxshi ekan. Yengili yaxshi, mana atxod chiqib turadi. Bizda endi atxod chiqmaydigan Atxod, bezatxod ishlayapsizlar. Zo'r. Xolasa. Bu apparatni biz to'g'risi biz yasab berganimiz yo'q. O'zlari mana nima qilishib o'ylab topishgan. To'g'riroq olib kelishgan. Biz to'ldiramiz. Ishlash prinsipi Qaytaramiz. to'ldirib, chiqqan atxodni bosib, g'ish qilib chiqaryapsizlar. Ishlashi. Deb ko'taradi. Chiqqan g'ishtni ko'tarib chiqarib berar ekanda. Olib taxlab, xudo xolasa buni chiqaryapmiz aka. Xudo xolasa. Bahodligi zo'r. Chiqyapti ekanda. Necha pul sotyapsizlar bu g'ishtni, sir bo'lmasa? Buni hozircha sotilgani yo'q, 600 so'm mo'ljal qilyapmiz aka. 600 so'm, 700 so'm sotasizlar. Ha, xudo xolasa. Zo'r, zo'r. Selikat razmer buni. Ha, bir kunda bundan sir bo'lmasa nechta chiqyapti g'ishtlar? 120 ta. 12 ta qolibdi, 10 tadan chiqarganda sizlarda. Hmm. Ha, yerda ham o'sha 6000 7000 so'm bor degan. Bor. Yaxshi. Zo'r, zo'r. Foydasi yaxshi Barakasini aka. bersin. Xudo xolasa. Yana ham buni kengaytirish nimamiz bor. Xudo xolasa yana Keyingi qo'shamiz. etapda qoliplar ko'paygandan keyin Sal o'zidan оборотini chiqarib olib, sekin-sekin ko'paytirib olamiz endi. zo'r. Ish sonini ham ko'paytiramiz, qoliplarimizni ham ko'paytiramiz aka, xudo xolasa. Navbatdagi obyektimiz bu o'zimizning hovlimizda joylashgan. Bir ajoyib stilda uy quryapmiz. Bu yerga men ataylab polistirol blokni tanlaganman. Sababi ko'pchilik polistirol blok yumshoq, undan uy qurib bo'lmaydi deb hali ishonch bildirishmadi. Men o'zim gazoblok chiqaraman, bilasizlar, polistirol ham chiqaraman. O'shani hisobiga bizda ikkovi ham bor. Tanlovdi, lekin polistirolni tanladim. Sababi shu odamlarga o'zi qilyapti, ishonarli mahsulot deganini. Polistirol blok ham juda ishonarli mahsulot. Agar ishonarli bo'lmaganda o'zimizga qurmagan bo'lardik. Daji buni afzallik tomonlari ham bor gazoblokka nisbatan. Bu gazoblokka nisbatan issiqroq ham bo'ladi. Shuni hisobiga biz yildan yilga o'zi bilyapsiz, gaz qiyinlashib ketyapti. Shuni hisobiga issiqroq bo'lsin qishda deb mana shu blokni tanladim. Bir yana bitta ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Bugun yana navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimiz ham xuddi o'sha Furqat rayonida Begavot qishlog'ida joylashgan. Ahadjon akamiz obyekti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bizimisiz charchamasdan. Bu obyektimiz mana qarang 10 sotikka joylashgan. 3 ta relsi bor. Buni ham xuddi bundan oldingi оборудованиemiz bilan egizak desak ham bo'laveradi. Narxi o'sha 9300 dollarga tushgan. Relslari bilan mana shu suv bochka, mishalka, ko'rib turganingiz avtomat reskalari bilan 12 ta qolipi bilan. Ahadjon aka, mana shu o'rnatib ketganimizga adashmasam 3-4 kun bo'ldi. Mana shu 3-4 kun ichida qanday muammolar bo'ldi sizda? Оборудованиеdan bir muammolar chiqdimi yo'qmi? Hozircha yo'q, o'sha ko'rsatib berganlaringdek hamma yoq joylar yaxshi ketyapti, ishlar. Nimasi yaxshi. Xo'jalarga tavsiya qila olasizmi? Yaxshi, tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana ishlab, do'konga chiqishlar yaxshi. Ularlar sifati o'ziga qoniqtirdi. Avtomat reskalarda mana unaqangi muammo bo'lgan yo'q. Bir kunda nechta chiqaryapsizlar hozircha? 2 marta nima qilganimizda 288 ta shunaqangi chiqyapti, 2 marta urug'ida. Ikkita podxodda 288 ta quyyapsizlar.
Xudo xohlasa bundan bag'iga Yaxshi, mana. kuchaytirish harakatini qilamiz. Keyingi etaplarda shu dozatorlarni qo'yib, Hmm, bunker bo'lsa. qilamiz, qo'yamiz. Yangi uylarni buzilamiz, boshlayotsak, ishi yo'q.